Assalomu alaykum qadrdon qadrbaland kanalimiz a'zolari. Bugun 25-iyun 2025-yil navbatdagi laboga mana chiroyli bo'lgan tunkashkani qabuldik. Bu laboning egalari Farg'ona viloyati Bag'dod tumani Karim bobo mahallasidan kelibdi. Laboni hamma joylari tunika qilingan, atroflari yo'llariga mana bunaqa sondiqchalar qo'yib qo'yilgan. Sondiqchalar kaltda o'zida ochiladigan variantda bo'lgan, ko'raverasizlar. Mana ideal holat. Yo'llari akkumulyator to'smasin, loy chachmasligi uchun tunikalar ham qo'yib qo'yilgan. Poliga shunaqa rezinka tashlangan, mana to'liq tushadi, har tomonlama tushadi. Toshkentda rezinkasi mana Toshkentniki, Namanganniki emas, ichlarida jiplari bor. Bir tomoni silliq, bir yoni tangacha bo'ladi. Shunaqa yuk yuklaganda mana shu holatda olib polini ham yuvib yana qaytirib tashlab ishlatsa bo'laveradi. Bu rezinkalari alohida ham sotiladi. Sondiqchalari ham alohida sotiladi. Bemalol o'rnatib beraveramiz. Poliga ham uloqsiz listlari bor, tepasiga bagajlari ham bor. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Bag'dod tumani Bordon qishlog'i svetofor yaqinida. 1 soat ichida o'rnatib qotirib bo'lamiz. Ishlarimiz yoqsa bemalol telefon qilishingiz mumkin. 1 soat ichida o'rnatib bo'lamiz. Kamchiliklar bo'lsa kommentariyaga yozib qo'yinglar. Tanish bilishlarga, yaqinlarga, labo olgan akalarga jo'natib qo'yaverasizlar. Kuzatishda davom etinglar, fikrlarni qoldirasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana bunisi Toshkent viloyati Olmaliq tumanidan kelgan labo bo'ladi. Bunisini ham endi o'rnatamiz.